Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Qaraqash noyisining bir kentida 16 zavod qurilib, bu zavodlarda Uyg'urlarning ishlatilayotganligi oshkorlandi. Alibaba guruhining Uyg'urlarni farqlantiradigan yumshoq detalni bozorga sag'anligi oshkorlandi. Dunyodagi eng sovuq maktab 0 dan tuvan 51 Selsiya gradusdan o'qishni to'xtatmadi. İspaniya ruhiy meyiplarni tug'mas qilib etish tuzimiga xotimi berdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni arzon baholi qul emgakchilarga aylantirayotganligi Xitoy o'z tarqatgan xabarlarda oshkorlanmoqda. 17 dekabr Xitoy xabarlar to'g'ri e'lon qilgan bir xabarda Qaraqash noyisining faqat bir kentida 16 korxona qurilganligi, ilgari o'z oldiga xususiy tijorat bilan shug'ullanadigan, dehqonchilik qiladigan yoki hunar kasb bilan shug'ullanadigan dehqonlarning hozir bu zavodlarda muqim maoshli ishchilarga aylanganligini tantani bilan bayon qilgan. Xabarda Qaraqash noyisining O'zineriq kentining aholilari yuqorqi bu zavodlarda ishga o'rnashib, atalmish yangi shirin hayotga erishdi deb tashviq qilingan. Sababi bu kentdagi aholi bir-biriga giralashgan kampit pishiqlab ishlash zavodi, pechin pranik zavodi va sharbat zavodi qatorliq tatliq yemaklik sanoatida xizmat qildirilmoqda ekan. Xitoy xabarlar to'rining xabarida nomussizlarcha O'zineriq kentining aslida intayin namratligini, ammo bu korxonalarning kelishi bilan atalmish yerlikdagi dongliq ishga o'rilish kentiga aylanganligini ilgari surgan. Xitoy hukumati davlatgan ishik oldida ishga o'rilishish, muqim xizmatga erishib turmush kafolatiga ega bo'lish deb ta'riflayotgan harakatlarning hammasining amaliyotda Uyg'urlarni arzon bog'liq qul emgakchilarga aylantirish tashabbusi ekanligi. Qo'ramiga yetganlar, yashanganlar va lagerlardan qo'yib berilganlarning ammo amaliyotda mush xil zavodlarda qul emgakiga selinayotganligi, ularning xohlagan vaqtda uyga qaytolmaydiganligi, xohlagan joyga borolmaydiganligi dalil isbotlar bilan xalqaroga keng oshkorlanmoqda. Xitoyning Alibaba guruhining Uyg'urlarning chiroy shaklini farqlantiradigan yumshoq detalni bozorga sag'anligi oshkorlandi. Nazorat qilish kasbiy nashr buyumlaridan dunyo oldingi qatordagi sin ko'rinishlarini kuzatish manbasini bayqalgan va New-York vaqt gazeti bilan ham bahrlangan to'rbatning ko'rsatishicha, Alibabaning bulut hisoblash sodi to'r bekiti xaridorlarning yumshoq detaldan foydalanib rasm va sin ko'rinishidagi Uyg'ur va boshqa millatlarning chiroyini qanday farqlantiradiganligini ko'rsatib bergan. To'r bekatning xabar qilganda bu iqtidor Alibabaning yumshoq detaliga yasalgan bo'lib, to'r spillarning terrorlik, shahvoniylik va boshqa xatarlik turlariga munosabatlik raqamlik mazmunlarni nazorat qilishiga yordam berdi ekan. Bu bayqash dunyodagi eng qimmatli internet shirkatlarining biri bo'lgan Alibabani xalqaro jamiyatning Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga tutgan muomalasini ayblashga texmi mukammal isbot bo'lgan. Xitoy Kompartiyasi atalmish terrorlik qarshi turish harakatining bir qismi sifatida 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk millatini qayta tarbiyalash lageriga avatdi. Hamda keng ko'lamli kuzatish to'ri o'rlashtirib, chiroy tonish va gen tekshirish orqali ularni nazorat qildi. Amerika hukumati va boshqa davlatlar Xitoyning bu qilmishlarini aybladi va uningga qatnashgan deb qaralgan Xitoy shirkatlarini jazoladi. New-York vaqt gazeti Alibabadan bu qurolning tafsilotini so'ragandan keyin bu hafta Alibaba shirkati to'r bekatni qaytadan tahrirlab, Uyg'ur va turk millatlarining chiroyiga munosabatlik mazmunlarni o'chirib o'tgan. Yuqorqi bu xabar bugun New-York vaqt gazeti, muhofazachi gazeti qatorliq axborotlarda e'lon qilinib, g'ulg'ul qo'zg'adi. Texi yaqinda Xitoyning Huawei shirkatining chiroy skanterlash kamerasi sistemasi orqali soqchiga Uyg'urlardan ogohlantirish signal avatiladigan sun'iy idroklik nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirish qatnashganlik oshkorlangan. Yuqorqi bu paketlar Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan zulmining ko'lamini yanada to'liq namoyon qilish bilan birga, xalqaro bu shirkatlar bilan aloqani uzish haqida yanada zo'r besim shakllantirishi mumkin. Muhofazachi gazetining aytishicha, Alibaba shirkati xabarlar oshkorlangandan keyin darhol to'r betidagi dalil isbotlarni o'chirib o'tgan. Rossiyaning sharq shimolidagi Sibiriyaning kichik bozori Omiyakun insoniyat eng sovuq o'ltiraqlashgan joy deb nom olgan. Shunga birdan-bir yerlik maktab dunyodagi eng sovuq boshlang'ich maktab deb atalgan. Sibiriya gazetining xabar qilishicha 8 dekabr kuni atigan soat 9 da bu rayonning tuvan temperaturasi 51 Selsiya gradus bo'lgan. Ammo o'quvchilar yanada qorong'u, muz va qorda maktabga menishga majbur bo'lgan. Chunki hukumat tomonidan bekitgan dars to'xtash eng tuvan chek yetmaganligi, ya'ni 0 dan tuvan temperatura 52 gradusga yetmagan. Shu yerdagi fotograf shiftesi boshlang'ich maktab o'quvchilarining eg'ir issiq kiyim va sovuqdan saqlanish niqoblarini kiyib, shivirgan sovuq maktabga borganligini sin ko'rinishga olgan. Bu maktab 1932-yilda qurilgan bo'lib, Omiyakun va yaqin atrofdagi boshqa 2 yezini o'qitish mulozimati bilan ta'minlaydi. Dars vaqti degan soat 9 dan tushdan keyin soat 5 gacha. Jo'grafiyalik o'rni alohida bo'lg'achqa dekabr oyida quyosh kechikib chiqib, baldurla o'ltirdi ekan.
Nurg'un o'quvchilarning ota-onalari bolalarga hamroh bo'lib maktabga boradi ekan. Boshqa izlardagi o'quvchilar avtobus qo'ltirib maktabga boradi ekan. Omyakunning dars to'xtash o'lchamiga asosan havo temperaturasi 0 dan tuvan 52 selsiya gradusga ko'tarilganda boshlang'ich maktabning 1-yilligidan 4-yilligigacha o'quvchilar dars to'xtatadi ekan. 0 dan tuvan temperaturasi 56 selsiya gradusga yetganda maktab bo'yicha o'qish to'xtaydi ekan. Omyakunning qish fasli uzun ham qattiq sovuq bo'lib, insonlar o'ltiraqlashgan joylarning eng tuvan temperaturasi bilan mashhur bo'lgan. Qishdagi o'tirish temperatura 0 dan tuvan 48 selsiya gradus. Soğuk kuchayganda eng tuvan chek 0 dan tuvan 67,7 selsiya gradusga tushadi ekan. Qiziqarli yeri dunyodagi eng sovuq shahar Omyakun degan ism rus tilida muzlamaydigan suv ma'nosini bildirdi ekan. Chunki bu yeziga yaqin joyda bir suv issiq buloq bor bo'lib, ko'chman chorvachilar qishda ko'ndirilgan bo'g'inlarni issiq suv bilan sug'urdi ekan. Omyakunda 500 dak aholi bor bo'lib, asosiy tijorati sut kalisi va bo'g'i beqish ekan. Odatda sirtda mashina deganda motor tez muzlab ketgachga, mashina cho'qim har vaqt va har joyda qo'zg'atilgan holatda turish kerak ekan. Ispaniya hukumati ruhiy mayib fuqarolarni majburiy tug'mas qilib etish tuzimiga xotima berdi. Pedro Sanchez hukumatining rasmiy gazetida e'lon qilingan yangi qonun belgilamasida ruhiy mayiblarni majburiy tug'mas qilib etishga xotima berilganligini e'lon qilgan. Ispaniya hukumati bu belgilama to'g'risidagi bayonotida yaqin 10 yilda Ispaniyada 1000 dan ortiq odam majburiy tug'mas qilib etilgan bo'lib, bularning ko'pinchisi ayollar degan iboralarga o'rin berilgan va buningdan keyin qonunsiz qilmishga aylanadigan mazkur ahvolning kishilik huquq jihatda og'ir benormallik paydo qiladiganligini qayd qilgan. Ispaniya mayiblar vakillari komitetimi Ispaniya qonuniy ruxsat qilgan eng ziyonli kishilik huquq dafsanchiligining biri oxirlashdi deb bayonot berdi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.